O'lmas dunyoga tinchlik kelganini angladi va uzoq uyqudan uyg'ondi. Va O'lmas yangi sayohatlarga otlandi va yangi tanishlarni orttirdi. Balki butun umrga bu yerda qolarsan. Xo'sh, agar sen bunda turib olsang. Qaniydi o'lsam. Bu qizning ismi esa Mitsuha. Og'riyaptimi deyman? Jarohating, uni e'tiborsiz qoldirma. Sen uchun O'lmas. 3-fasl. Yuragimdagi tugun. 2-qism. Senga nima kerak o'zi? Qo'y. Nima xohlaysan? Qo'ysang-chi, bu ajoyib video. Va bu videodagi bola esa qo'yib yubor, o'zi kimsan va nimani xohlaysan? Uzr so'rayman. Shunchaki tanishimga o'xshab ketding. Ahvoling qanday? Bularning barchasi senga yoqyaptimi? Sen o'zi bilyapsanmi bu qanchalik g'alati eshitilishini? Yana o'sha yangi ishchi bilanmi? La'nata. Xayr, to'xta. Dunyo shunchalik tinchki, o'zi erkarli. Ona, menga qiziqroq narsani aytib bera olasan deb o'ylayman. Mitsuha, bu nimasi? Men kasalxonada kutaman deb aytgandim. Qani, kasalxonaga ketdik. Demak, sen yetarli darajada baxtli ekansan-da. Ajoyib. Men bundan xursandman. Hamma stolning yoniga. Kechqurun kim bilan gaplashding? Menimcha u men bilgan odamlarning avlodi. Uning ismini bilmayman, lekin ahvoli yaxshi ekanligidan xursandman. Avlodi? Seni yoshing nechida o'zi? O'ylaymanki 800 yoshda. Sen haqingda yozilgan har qanday kitobni olib keldim. Sen buyuk daraxtdan uyg'ongan O'lmassan, to'g'rimi? Va Xudoning elchisi. Katsumitsu, bu qanday ovqat bo'ldi? Bu kari va guruch. Men ham hayron bo'ldim. U men bilan birinchi gaplashishni boshladi va uning kiyimi juda ham g'alati edi. Menimcha chet ellik bo'lsa kerak. Nima, u senga yoqib qoldimi deyman, Mitsuha? Yo'q, albatta, nimalarni aytyapsiz? Mitsuha, biz ko'chib ketyapmiz. Keyingi oyda bu yerdan ketamiz. Tezroq ilojingni qil. O'lmas, hoy, O'lmas. Bu videoni ko'rganmisan? Hammana nima ekan video degan narsa? Hammada bittadan bo'ladimi? Yo'q, bu telefon. Mana qara. Nima bu, mening tobutimmi? U tanishmisiz? Mening hamrohim.
Men bilgandim. Hoy, o'g'ri, qo'lingni ko'tar. Nimalar deyapsiz? Voy la'nata. Banshiyanaga o'xshar ekan. Iltimos, siz bilan rasmga tushaylik. Iltimos, imzo qo'yib bering. Bu qanday odamlar bo'ldi o'zi? O'lmas, qayerdasan? Ular Ularisa shahrida, to'g'rimi? Oxirgi paytlar bunaqa videolar ko'payib ketdi va bularni odamlar o'rta asr seriyachilari deb atashdi. Meni qo'yib yuboring. Menimcha meni xato tushundingiz. Men Ularisa qilichboziman. Kay? Xayro. La'nata, meni ichimligimni kimdir o'g'irlabdi. Hoy la'nata, nima qilyapsan o'zi? Mesr? Men ularga shunchaki mamlakatni ko'rsatmoqchi edim. Ularning yoshi katta, shuning uchun hammasi joyida bo'ladi deb o'ylagandim. Ularni qutqarish kerak. Ilgari buni qilganingdek. Buni qila olmayman. Ular oldin o'lgan bo'lishi kerak. Qo'rqinchli, bu qanaqa qoida? O, kommentariya. Agar sizda ushbu video haqida qandaydir ma'lumot bo'lsa, iltimos qilamiz Taystipich manziliga murojaat qiling. Menimcha bu bomb bilan bog'liq. Ajoyib, kelinglar bu haqida yozamiz. Nima, yana odam olib kelmoqchimisiz? Bu safar yana qancha odam? Umuman olganda 8 kishi, 7 ta odam, 2 ta hayvon. Bu juda ham ko'p. Ilgari men yashagan joyda o'limlar juda ham ko'p sodir bo'lar edi. Va o'shanda orzu qildim. Men shunday dunyo qurayki, menga aziz bo'lgan odamlarni olib keta olmasin. Va bu shahar, bu uy men orzuyimni amalga oshira oladi. Shuning uchun hammani shu yerga olib kelmoqchiman. Mumkin emasmi? Kazumitsu. Nega kichik itga aylanib olding? Agar xohlamasangiz, men ham ketaman. Qo'yib yubormayman. Rozi bo'lsangiz-chi, bobo? Unga yaqindan qarang, u qanchalik muloyim. Lekin bo'sh xonalar yo'q. Agar qarshi bo'lmasangiz, uyni kengaytira olaman. Menimcha hozirchalik nabiramning tuyg'ulariga ishonaman. Sizga katta rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman, bobo. Qiziq, rostdan ham kelarmikan? Ha, axir ular shunday degan edi. Eshit, o'lmas. Bu yerda odamlar juda ham ko'p, shuning uchun o'zgarma. Tushunarli. Agar bu narsani firibgarlar yozib qo'ygan bo'lsa, qasam ichamanki, ularni... Janob O'lmas va Oki, biz ismingizni Taystipishdan oldik. Men siz bilan bog'langandim. Mening ismim Ayko. Sizlarni kuttirib qo'yganimiz uchun uzr. Orqamizdan ular sizni kutmoqda. O'zi Taystipich qanday tashkilot bo'ldi? Biz Uralis qirollik oilasining merosxo'rlarimiz. Ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bizning maqsadimiz kelajak avlodga yetkazish edi. Janob Bon va janob O'lmasni. Biz bunga juda ham ko'plab tayyorgarlikni ko'rdik va juda ham uzoq kutdik. Shahzoda Bonning tirilishi haqida. Do'stlar, ahvolingiz qanday? Hammasi joyidami? La'nata! Buni qanday so'rashga jur'at etding? Sen bizni shunchaki unutding va noma'lum joylarga tashlab qo'yding. Bu senga yoqmadimi deyman, lekin senga yoqqandek ko'ringandi. Va men esa qamoqqa tushgandim va bu tashkilot meni qutqarib qoldi. Buni o'zing uyushtirdingmi deyman, la'nata. Bo'ldi, bas qil, Mesr, buni to'xtat. Bon, bu kiyim senga juda ham yarashibdi. Hattoki seni taniy olmadim. Ha, meni bugun ko'rib turibsan-da. Hoy, nimalar deyapsiz, shahzoda Bon? Bu sizga juda ham yarashgan. Men bu yerning kiyimlari va urf-odatlariga hech narsa deya olmayman. Ammo hozirgi zamonning yagona yo'li shu ekanda. Seni fikringga butunlay qo'shilaman. Ular Fens va Nixon, to'g'rimi? Balki ularni jonlantirarman. Bunga hojat yo'q. Ular hozirgi vaqtda bu narsani butunlay qabul qilishgan. Tushunarli, mayli unda. O, mehribonchiliging uchun rahmat. Nima bo'ldi, O'lmas? Ha, mayli, unut. Bu muhim emas. Nima bo'lganda ham hozir eng muhimi ajralib qolmaslik. Bu yerda tashqi ko'rinishimiz bilan ajralmaslik. Ajralib turmaslik, darrov moslashadigan odamlarga hasad qilaman. O, meni kechir, men seni unutib qo'yibman-ku. Ha, bundan jahlim chiqqani yo'q. Hattoki bu narsa menga yoqib tushdi. Senga rahmat, O'lmas. Unutmaganingdan xursandman. Meni va do'stlarimizni. Gugu va Mat qayerda? O'ylagandimki, u seni yoningda deb. Xo'y, bilasanmi? Uni bu yerga olib kela olmadim.
Aftidan u allaqachon yaxshi yashayotgandek ko'rindi. Menimcha u ular bilan birga bo'lgani yaxshiroq. O'lmas! Men seni kuttirganim uchun uzr. Mat, lekin nima uchun? Nima uchun? Hamma odamlar bu yerga yig'ilibdi va men ham keldim. Nima mumkin emasmidi? Yo'q, unday emas. Bundan xursandman. Nima bundan xursandman deyapsanmi? Nega faqatgina men bolaga aylanib qoldim? Nahotki, demak ishlabdi. Nima ishlabdi deyapsanmi? Nima, sen unutdingmi? Yosh bola bo'lishni xohlayman deb aytganding. Ha, albatta shunday degandim, lekin bunday qilib emas. Va qolaversa, zaharga chidamli tanamni faqatgina sen uchun yaratgandim. Ha, bilaman. Va men hozir juda ham zaifman. Agar xatar kelsa, senga qanday qilib yordam beraman? Hozir dunyo tinchlangan. Shunday qilib rahmat aytmoqchi edim. Nima, senga yoqmadimi? Lekin bu kerak emasdi. Men seni hozir uraman. Ajoyib, men senga yordam beraman. Mesar, Shahzoda bilan qanday munosabatda bo'lyapsiz? Mesar, bas qilinglar. Men zo'ravonlikka qarshiman. Hozir o'zim hal qilaman. Yong'in. Hoy, nimalar qilyapsiz o'zi? Hammangiz qamoqqa olindingiz. Bu nima bo'ldi la'nati? Juda ham tor ekan. Nima bu axir? Senpai, salomlar. Qani ichkariga kiringlar. Hoy, men topgan bola haqida eslaysizlarmi? Va hozir uning do'stlari kelibdi. Mana qaranglar. Xudoning elchisi O'lmas va nur jangchilari. Ilgari faqat 3 ta kishi yashardik. Hozir esa 9 ta kishi, 2 ta hayvon. Biz hozir ancha yaxshi yashayapmiz. Tezroq hamma mashinaga. Yaqinlashma. Hoy, xavotir olmang. Bu ayiq ham biz bilan. Uyni kattalashtirishga u ham yordam beradi. Ha, mana nima ekan? Go'yo bu meni tinchlantiradegandek. Lekin uydagi narsalar haqida nima deysan? Xavotir olmang. Men hammasini qayta yarataman. Ancha vaqt o'tdi O'lmas va sen shunday qobiliyatga ega bo'libsan ekanda. Juda ham keng. Men mebellarni qayta tikladim, lekin 2 barobar kengroq. Ajoyib. Senga rahmat, O'lmas. Lekin buni kim so'raganda? Hoy, meni kechirasizlar. Mening ismim Bon va barcha shikoyatlarni menga aytishingiz mumkin. U bilan nima qilishimiz kerak o'zi? Faqatgina uyda saqlaymiz demang. U uyga sig'maydi. Hayvonot bog'iga olib borib tashlang. Mumkin emas. Ayiq hech qayerga ketmaydi. Menda savol bor edi. Orqadagi o'rmon kimga tegishli o'zi? Xo'sh, u meniki nimaga? Bizning tashkilot barcha xarajatlarni o'z zimmasiga olishini aytdi. Iltimos, bobojon. Bobojon, ayiqni qoldirishga ruxsat bering. Faqatgina unga o'zingiz g'amxo'rlik qilasiz. Albatta. Sizga katta rahmat, bobo. Xo'sh, mana barcha yog'ochlarni yig'dik, to'g'rimi? Bu bolaning ismi Gogo va qaranglar, u og'zidan olov chiqara oladi. Bu ajoyib, to'g'ri emasmi? Xo'sh, tashkilot bilan shug'ullanamizmi? Va bu Bon. Eshitishimcha, Uralisadagi katta odam. Kechirasizlar. Ana u yerdagi boltani olsam bo'ladimi? Tanishinglar, bu Kay qurol-yarog' bilan shug'ullanadi. Uni yuzida ajoyib chandiq bor. Esha chol. Eng yaqindagi fohishaxona qayerda? Bilmadim, o'zing qidirib ko'rchi. Ismi Mesr ekan, nima ish qilishini bilmayman. Lekin u menga unchalik yoqmadi. Hoy, itvacha, nima qilyapsan o'zi? Va nima uchundir Hayriyo bobomning protest ishlariga juda ham qiziqib qoldi. Mati, men dorini shu yerda qoldiraman. Rahmat, Tanari. Katta opa. Bu esa aqlli qiz Tanari.
va uning uy hayvoni bor. Va bizning eng kichkinamiz esa Mati. Va uni esa juda ham katta ayig'i bor. Xo'sh, aytinglarchi, bu dunyoda o'zi sizlar nima qilmoqchisiz? Xo'sh, menimcha bu oddiy. Ertaga nima qilishni o'ylab ko'ramiz. Balki o'z tashkilotlarga qarshi kurashishdir, a? Yoki muhtoj odamlarga yordam berish. Ko'ramiz, agar imkoniyatimiz bo'lsa. O'zing aytchi, bolakay. Boyadan beri g'ildirayotgan narsang o'zi nima bo'ldi? Nima? Bilmaysizlarmi? Hammangizga salom, tanishganimdan xursandman. Biz Yuki va Aykoning ota-onalarimiz. Biz Katsuyami xarobalarini qaziyapmiz. Janoblar, iltimos oilamizga g'amxo'rlik qilinglar. Men buni uzoq vaqtdan beri o'ylab yurgandim. Ota-onam bilan mana gaplashdingiz. Menimcha ota-onang juda ham mehribon. Hoy nima, senda telefon bormi? Bu ajoyib narsa ekan. Ichidagi odamlar juda ham uzoq, lekin yaqinda his qilasan. Ha, bu texnologiya ajoyib, to'g'rimi? Biz birga bo'lmasak ham ular bilan gaplasha olamiz. Xuddi yoningda turganidek. Biz hammamiz shu yerga yig'ildik, chunki bizning yuragimiz bir xil. Ha, to'g'ri aytasan. Va men bundan juda ham xursandman. Bu juda ham ajoyib. Men ham bundan baxtliman. Qo'y, chol, menga qayerda uxlash mumkinligini ko'rsatib yubor. Sen uchun o'lmas. 3-fasl. Sizga nimadir kerakmi? Rostdanmi? Bu Atakuning klubi emasmi? Tushuna olmayapman. Ha? Qani bu yerga? Direktor yoki kim? O'ylaymanki, buni Midzuha qoldirganda. Dam olish kuni uni olganini eslayman, lekin u maktabga kelmagan bo'lsa kerak. Meni eshiting, bolalar, mening uyimda jangchilar. Oki, Midzuha yo'qolib qolibdi. U kechagi kundan beri yo'q. Unda uni qidirishga ketdim. Unga yordam beraman. Tushunmayapman. Uni hali ham oyog'i og'riyotgandir. Hoy, kechir, Midzuha. Yaxshimisan? Oyog'ing jarohatlandimi? Men senga yordam bera qolaman. Saki, nima uchun yig'layapsan? Chunki men uni anchadan beri yaxshi ko'raman. Qani, bo'ldi, bas qilsang-chi. Guna. Men borib o'qituvchilarni olib kelaman. Midzuha? Hoy, Hanna, nimadir bo'ldimi? Hech narsa, men seni qanday yiqilib tushganingni ko'rdim va xavotir olib keldim. Midzuha, yoki seni nimadir tashvishga solyaptimi? Agar men qila oladigan narsa bo'lsa, senga yordam beraman. Istalgan vaqtda meni yonimga kel. Chunki men seni dugonangman, Midzuha. Menga aytchi, agar seni do'sting o'lsa, yig'laysanmi? Ha? Albatta yig'layman. Meni kechir, senga g'alati gap aytganim uchun. Xavotir olganing uchun katta rahmat. Menimcha ertaroq ketganim ma'qul. Bu og'ir. Sen juda ham zaifsan. Hammasi joyidami? Balki yordam berardurman. Seni bitta o'zingni bu narsalar bilan kim yubordi? Men yangiman, kechagina bu yerga kelgandim. Menimcha yomg'ir yog'adigan ko'rinadi. Qiziq, akam qayerda ekan, a?
U oziq-ovqat olib kelish uchun chiqib ketgandi. Seni qo'lingdagi juda ham ajoyib ekan. Rahmat. Agar sen ham xohlasang olishing mumkin. Unda men buni xohlayman. Bugun meni tug'ilgan kunim. Mayli, unda tug'ilgan kuningga sovg'a bo'la qolsin. U bu yerda emas. Meni kechir. Menda allaqachon boshqasi bor. Sen allaqachon 8-odamga rad javobini berding. Xo'sh, senga o'zi kim yoqadi? Sen o'sha odam uchun rad javobini berding, to'g'rimi? Qo'ysang-chi. Bu sir, men senga ayta olmayman. Xo'y, aytsang-chi. Men senga ayta olmayman dedim. Qani, 1 daqiqaga kelib ket. Mayli, men ketishim kerak. Qani, meni eshit, siz yaqin do'stlarmisiz deyman. Yaxshigina. Boshqalar aytadiki, u qizdan uzoqroq yurgani yaxshi, bilasanmi? Xo'y, qo'ysang-chi, buni bilmasang-a? U anchagina yigitlarga rad javobini bergan, lekin u seni yoningda yuribdi. Menimcha bu tushunarli. Rostdanmi? U 3-sinf o'quvchisi bilan bekat yonida yurganini eshitgandim. Rostdanmi? U noma buni menga aytib bergandi. U aytishicha yigitlarni o'g'irlagan. Va shuning uchun ham meni maslahatim Xanna, undan ehtiyot bo'l. Nima, ahmoqmisiz deyman? Unda yigit umuman yo'q. Qo'rqib ketdim. U juda ham zerikarli ahmoq. Maslahatim. Biz bitta klubdamiz. Xo'y, menga aytchi, agar do'sting o'lsa, seni yig'laysanmi? Men o'sha paytda darhol senga javob bera olmagandim. Uzr so'rayman. Medzuxa! 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 Agar shu yerda bo'lsang javob ber. Medzuxa! Medzuxa, o'zi qayerdasan? Qayerdasan o'zi? Ko'z o'ynagim qayerda? Hammasi joyidami? Menimcha ahvoling yaxshi emas. Mana ko'z o'ynaging. Rahmat. yoki boshqalar bilan Medzuxani izlash uchun yo'l oldi. Va yolg'iz qiz esa o'lmas haqidagi hikoyalarni o'rganardi. Va onasining qizga sovg'asi esa u qilgan narsa fojianing boshlanishiga aylangandi.